Rossiyadan, Qozog'istondan, Amerikadan, Angliyadan, Yaponiyadan, bilmayman qaysi, Germaniyadan kelmanglar akalar. Kelmanglar. Mana hozir biz Yunusoboddagi 17-banisa deydi. Hozir nomi o'zgargan, 7-banisaga o'zgargan. Shu banisaga keldik. Kechasini bu yoqda mana butun boshli binoda bo'lsa bir 3 ta kanjor bor. Bu kanjorlar ham gilamli doktorlar o'tiradigan xonalarda. Gilamli doktorlar o'tiradigan xonalarda, boshqa xonalarda absolut konditsioner yo'q. Shunaqa issiqda ham xizmati pulli ekan akalar. Eng arzon xizmat 500 ming so'm ekan. Bu xonalarning holati dabdala holatda. Butun boshli bitta bo'limda bir dona medsestra, bir yilda minglab talabalar, minglab medkolleji, medinstitut bitirishadi, bilmayman nimaga ish olishmaydi. Qimmatroq Akfa yo bo'lmasam shunga o'xshagan banisalarga olib borsanglar, qimmat, juda qimmat. Men hozir eng arzon joyga aytaman sizlarga 500 ming so'm. Men Sog'liqni saqlash vazirligiga video qilmoqchiman. Men zakonoposlушный odamman. Hech qachon qonun buzmaganman, даже qizil svetofordan ham o'tib ketmaganman hech qachon. Bir yilda, bir oyda o'rtacha 2 million 300 ming, 2 million 400 ming daromad solig'i to'layman. Kommunallarni har doim o'z vaqtida to'layman. Davlatga biron marta og'irligim tushmagan, ish so'rab hech kimdan yalinmaganman. Davlatdan ming so'm pul olmaganman hech qachon. Lekin akalar, bitta savolda sizlarga. Sizlarni ham ota-onanglarning mazasi bo'lmaganda mana shu 17-banisa deylik yo bo'lmasam boshqa banisa deylik, xullas davlatli banisalar shu joylarga olib borasizlarmi? Toshkent shahar hokimi, Yunusobod tuman hokimi yo bo'lmasam ma'lum bir mas'ul shaxslar sizlar ham ota-onanglarning mazalari bo'lmaganda shunga o'xshagan banisaga olib kelasizlarmi yo bo'lmasam faqat частныйga yo bo'lmasam chet elga olib chiqasizlarmi siz? Qanaqa? Akalar, chetda ishlab yurgan akalar, baraka topinglar. Soqqani qilinglar, lekin O'zbekistonga qachon pullaring ko'p bo'lganda qaytinglar akalar. Ishonaveringlar. Bu yoqda agar pulingiz bo'lmasa, hech kimga keragingiz yo'q. Kecha biz kelganmiz. 200 davleniya bilan kelganmiz. Nimamish? Pulli xonada yotqizasizlarmi yo bo'lmasa olib ketasizlarmi? Xuddi pul to'lamasangiz o'zi kerak emas odamsiz. Bo'ldi, o'lsangiz ham rozimiz biz degan. Gipokrat qasami deyishadi. Bilmayman bu qasam nimaga deyiladi. Banisada sharoit absolut yo'q. Futbolistlarimiz yaqinda sharmandalik holatda yutqizib kelishdi-da, qanaqadir mashinalar bir nimalar berishdi. Endi bu mas'ul shaxslarga men bir nima deya olmayman, kichkina odamman. Lekin akalar, prosta vijdoninglar bo'lsa, bir savolda. Bitta Li-9 mashinaning narxi o'rtacha 65 ming, 70 ming dollar turadi-da. 70 ming dollarga kamida 300 ta konditsioner beradi. Toshkentda hachabi 10 ta dona davlat banisasiga 30 tadan qo'yganda ham bemalol 10 ta banisaga yetar ekan. Akalar, balki shuni qilib ko'rarsizlar. Oddiy xalq ham sal yashasin, ko'p emas. Sal insof bilan akalar. Gaplarim noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, uzr, aqlim yetgancha fikr bildirdim. Vasiyatimdan kelib chiqib fikr bildirdim. Juda ham ko'p gaplarni gapira olmayman. Sababi hamma biladi nimaga. Bir o'ylab ko'ringlar akalar, men prosta vijdoninglarga tegib ko'rishim mumkin, lekin boshqa hech nima deya olmayman. Insof o'zinglarga bersin. Agar tarqatish imkoniyati bo'lsa, tarqatib yuboring, iltimos sizlardan.